Ellikqal'a tumanida Ma'naviyat festivali doirasida o'tkazilgan ushbu o'yinda tumandagi ko'pgina korxona, tashkilot vakillari, ta'lim muassasalari, ilg'or jamoalari o'z bilim va tafakkurlari bo'yicha bellashdilar. Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi Ellikqal'a tuman kengashi tashabbusi bilan Zakovat intellektual klubi hududiy bo'limi va hamkor tashkilotlar hamrohligida tashkil qilingan mazkur Ma'naviyat kubogi Zakovat intellektual turnirini Ellikqal'a tuman hokimi o'rinbosari Oybek Atajanov ochib berdi va barcha jamoalarga omad va zafarlar tiladi. Yurtimizda iqtidorli kadrlarni mantiqiy bilimlarini oshirish, ularni saralash va intellektual o'yinlarga keng jalb qilish, shuningdek yurtdoshlarimizning intellektual salohiyatini yuksaltirish maqsadida tashkil qilinayotgan bu kabi zakovat o'yinlari haqiqatdan ham izlanuvchanlikni oshirib, ularning mazkur o'yinga bo'lgan qiziqishlarini mustahkamlashga xizmat qilishi bilan muhim ahamiyat kasb etadi. Tumanda faoliyat yuritayotgan korxona, tashkilot vakillari va ta'lim muassasalarining o'qituvchi-pedagoglari orasida o'tkazilgan Zakovat intellektual o'yinida ishtirok qilgan barcha jamoalar o'z bilimlarini sinovdan o'tkazishdi. Murosasiz kechgan Zakovat o'yinida jamoalarning faol ishtirok qilgani o'yinning haqiqiy brain-ring tarzida o'tishiga xizmat qildi. Har bir jamoa ishtirokchisi savollarni diqqat bilan tinglab, birga muhokama qilib, raqib jamoadan tezroq javob berishga harakat qilishdi va qaysi jamoa ahil va bilimi yuqori bo'lsa, o'sha jamoa keyingi bosqichga yo'llanma olib borishdi. O'yinlar davomida chaqqonlikni qo'ldan boy bermay, yutuqqa erishgan bilimdon va ahil jamoa a'zolarining quvonchlari cheksiz bo'ldi. Yakuniy natijalarga ko'ra 3-o'rin Ellikqal'a ixtisoslashtirilgan san'at maktabi jamoasiga nasib qildi. 2-o'rinni Ellikqal'a tuman sport maktabi jamoasi egalladi. 1-o'rinni esa agentlik tizimidagi Ellikqal'a ixtisoslashtirilgan maktab internati jamoasi qo'lga kiritib, Ma'naviyat kubogi sohibi bo'ldi. Aytish lozim, tumanda bu kabi hamkorlikdagi Zakovat intellektual o'yinlarni yana doimiy tarzda o'tkazish ko'zda tutilgan. Chunki Zakovat intellektual o'yinlarni tashkil qilish, yuqorida aytib o'tganimizdek, kasb egalarining intellektual va professional bilim darajasini, ma'naviy axloqiy saviyasini muntazam ravishda oshirib borish, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishda o'z hissasini qo'shadi. Agar ma'lumot o'rnida aytadigan bo'lsak, Zakovat o'yinlari O'zbekistonda 2001-yildan beri davom etmoqda va respublikamizning barcha joylarida mana shunday yuqori saviyada o'tkazib kelinmoqda.